Nima gap YouTube? Xo'p, anchadan beri YouTube'ga video qo'ya olmadim. O'zim umuman ijtimoiy tarmoqdan uzoqlashib ketdim, chunki Telegramda ham aktiv bo'lardim, blog postlar yozardim, yozmay qo'ydim. Ayniqsa shu yangi yildan keyin, chunki yangi yilda mani ishim juda ham ko'p bo'ladi, ish qaynoq bo'ladi. Agar nima ish qilishimni bilmaydigan bo'lsangiz, bizani biznesimiz bor ekan bilan biz Polshadagi talabalarni corporate joblarga, ofisning ishlariga olib kirishga yordam beramiz. Asosan talabalarni. Bir xil talabalar bo'lishi mumkin. Sexda, skladda, pizzada, qanaqadir qora ishda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ular ofisning corporate joblarga ishga kirishga harakat qiladigan talabalarni ishga kirishga yordam beramiz. Aytganimdek, yangi yildan keyin, ayniqsa yanvar, fevral, martda juda ham qattiq fokus bilan ishladim. Yanvarda 600 ta, fevralda 500 nechtadir, mart oyida nechtadir ham odam bilan gaplashdim. Xullas 3 oy davomida 1,5 mingtadan ko'proq odamlar bilan gaplashdim. O'shaning uchun aytganimdek, ishim juda ham qaynoq bo'ldi, ishlarim ko'p bo'ldi. Уже aprelda uyda remont boshlandi, haligacha ham davom etyapti. Почти tugab qoldi. Eshikchilar eshiklarni qo'yib ketish kerak hammasini. Mebelchilar mebellarni qo'yib ketish kerak. Hozir 3 kundan beri ishlamayapman, chunki LinkedIn bizani blokladi. Men o'zi LinkedIn bilan ishlayman. Akamning profilida, ya'ni akkauntida men ishlayman. Orada notebookim buzilib qoldi. Anaqa LinkedIn nimaga bizani bloklaganini sababini aytmoqchiman. Orada notebookim buzilib qoldi, keyin boshqa notebook ishlatishga majbur bo'ldim. Keyin telefonimdan ochdim LinkedInni. Xullas, har xil devicelar, har xil qurilmalar, har xil lokatsiyalardan kirilgani uchun profilga LinkedIn platformasi o'yladi, shu akkauntga atak bo'lyapti, hujum bo'lyapti. Kimdir kirishga urinyapti, begona odamlar tam akkauntga kirishga harakat qilyapti deb o'yladi. O'shaning uchun LinkedIn bizani blokka tiqib qo'ydi. То есть akamning akkauntlarini blokka tiqib qo'ydi. Umid qilamizki, shu 1-2 kunda ochilishi kerak, chunki anaqa berilgan, request tashlagan akam, o'sha hali accept bo'lib, qabul bo'lib, LinkedIn bizga akkaunt qaytarishi kerak. O'sha 3-4 kun davomida, уже 2-3 kun ichida kelish kerak u narsa. Ungacha men mana YouTube'ga qaytdim shu bahonada, ijtimoiy tarmoqqa qaytdim. Bu yog'iga aktiv bo'laman. YouTube'da, Telegramda, balkim Instagramda ham ko'ramiz. Asosan YouTube, Telegram. Xullas shunaqa, o'zi bu videoni olish va planda ham yo'q edi. Orada bilmadim, 4 oymi yo'q bo'lib qoldim. Yangi yildan keyin даже 5 oy. O'shaning uchun update qilish uchun obunachilarni, do'stlarimizga nima maqsadda yo'q bo'lib qoldim, nima sababdan ijtimoiy tarmoqdan uzoqlashib ketdim, o'sha narsani aytish maqsadida bu videoni olishga qaror qildim. Bu video shu yerda tugaydi. Endi xudo xolisa aytganimdek bu yoqqa aktiv bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishgungacha qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.